Hozir ota-onam uchun bitta kichkina sovg'a taxladik. Bu sovg'a to'g'ri kichkina bo'lishi mumkin, lekin har qanday farzand uchun ham ota-onasiga qanaqadir nimanidir berish juda ham emosiyasi kuchli bo'ladi. Hozir ota-onam emosiyasini birgalikda ko'ramiz. Qani ketdik. Şunu avazını getir. Ya çıkmışa bu akşam filmlerine kızım yani maaşını artsın yani maaşını kıyamam. Ya Allah'ım. Ya Rabbim. Hey, yıkırım beyler. İstesangiz ming o'g'ilni o'rnin bosay, bir lahzalik shodligingizga jonim osay. Kechirdingiz hatto ota gunoh